Nima qilsangiz maza qilib qilasiz. Maza qilsam maza qilaman. Jigarxon, assalomu alaykum. Sizga savolimiz bor. Berasan bo'ladi? Bering. Yoshligingizda kim bo'laman deb orzu qilgansiz? San'atkor Lola bo'laman deb orzu qilganman. Даже achishtirib yig'lagan paytam bo'lgan. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? Hozir o'zim ustimda ishlayapman, faqat hali bir kasb egasi bo'lmadim. Nima sababdan yoshlikdagi orzuga erisha olmadingiz? No, o'sha paytda bir ko'tarildi o'sha olov, keyin esimdan ham chiqib ketdi. Mana hozir eslatganingiz uchun esladim. Oxirgi marta qimmatbaho nima oldingiz o'zingizga? Brilliant o'zi oldim. Necha pulga? 1800 ga. Kunlik rasxodingiz necha pul o'zi? Bu ishlatmadim desam $100 ishlat, javnoq qo'ymas. Turmushga chiqqanmisiz? O'g'lim bor. Erim rahmatli o'tib qolganlar qonimda 2 qat odam. Juda ham qattiq yaxshi ko'rganman, tug'ganman farzandni. Hayotimni beraman, jonimni beraman deb juda ko'p gapirardilar. O'shaning uchun tilga ham ozgina ehtiyot bo'lish kerak ekan. Yoshlarga maslahat. Hayotingizda nimadandir qattiq pushaymon bo'lganmisiz? No, yoshligimda bo'lgan. Katta bo'lib bilsam, shu tomonga yaxshiligi bo'lgan ekan. Nima qilsangiz maza qilib qilasiz. Maza qilsam maza qilaman. Yoshlik ikki og'iz maslahat, orzuligi orzu bo'lib qolmasligi uchun nima qilishlik kerak? Endi menga maslahat beradigan darajada qarib ketmadim-ku, atak. No, sizdan Menga quloq solinglar qalbingizga. Oyog'inglar tortmagan joyga bormanglar, qilginglar kelmagan ishni qilmanglar. Umringlar mayli vaqtda nimagadir sarflasanglar mayli-yu, umringlarni bekor narsaga sarflamanglar. Xeyterlagan ikki og'iz bo'lsin, mana shu Gazini bosinglar. Ha!